Keyingi qismda boshlaymiz. Bu orqa miya. Orqa miya anatomiyasi. Demak, bundan tashqari orqa miya pardalarini ham gaplashishimiz kerak. Boshladik. Tashqi tuzilishi. Orqa miya tashqi tomondan ko'radigan bo'lsak, o'zi orqa miya erkak va ayollarda uzunligi turli xil tafovut qilinadi. Masalan, erkaklarda 45 santimetrgacha bo'lsa, ayollarda 41-42 santimetr shu atrofda bo'ladi. Qayerda joylashgan bu orqa miya? Columna vertebralis bo'lsa, orqa miyani canalis vertebralis qismida, ya'ni kanalda joylashgan, orqa miya kanalida joylashgan bo'ladi. Xo'p, orqa miya qayerdan boshlanadi? Orqa miya demak bo'yinning cervicalis 1 dan boshlanadi. Cervicalis 1 dan boshlanadi hamda to davom etadi lumbal 2 sohagacha. Demak, cervicalis 1 aynan orqa miya cervicalis 1, lumbal 2. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri hisoblaydigan bo'lsak, bel umurtqasining ikkinchi bel umurtqasida konussimon shaklda yakunlanadi. Yuqoridan uzunchoq miyaga tutashgan, ya'ni aynan cervicalis 1 sohasida. Demak, pastga undan keyin qanday davom etadi desak, 2dan keyin filum terminali, ya'ni ot dumi bo'lib davom etib ketadi. Mana bu rasmni ham ko'radigan bo'lsak, aynan ko'rsatib qo'yibdi. Lateral tomondan mana bu orqa miya, demak, lateral kesmadan orqa miya kelgan, mana kelgan, ranglar bilan ajratilgan va pastga bir nechta, demak, nerv ildizlari ko'rinishida tarqalyapti. Aynan o'shani biz mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi, filum terminali deb ataymiz. Filum terminali, ya'ni ot dumi, ma'nosi ot dumi. Ya'ni pastga shunaqa bo'lib davom etadi. Qayergacha boradi? Coccygeus 2 ga borib filum terminali borib tugaydi. Coccygeus 2, ya'ni bel umurtqasining mana orqa tomondan ko'radigan bo'lsak rasmini, aynan mana shu sohaga borib tugaydi. Mana shu sohaga borib tugaydi. Coccygeus 2 ga borib tugaydi va o'sha yerda miya pardalari birikib yakunlanadi. Orqa miya pardalarining atrofiyaga uchragan qismi, ya'ni pardalar atrofiyaga uchgan bo'ladi. Xo'p, bu tushunarli. Keyingi qismga o'tamiz. Orqa miyada demak bundan tashqari ikkita kengayma bor. Bular kengaymalarni intimissentio cervicalis hamda intimissentio lumbosacralis deb ataymiz. Intimissentio. Mana bu. Yaqqol ko'rsatib qo'yibdi. Mana orqa miya to'g'ridan to'g'ri umurtqa kanalidan olingan tasviri va o'sha yerda ikkita kengayma bor. Mana bu yerda va mana bu yerda ikkita kengayma. Buning yuqoridagi intimissentio cervicalis bu taxminan davom etadi S5 dan thorax 1 gacha, S5 thorax 1 sohasigacha. Intimissentio lumbosacralis bo'lsa, bu thorax 1 dan cervicalis 3 gacha davom etadi. Thorax 12 dan demoqchi edim. Thorax 12 dan cervicalis 3 gacha davom etadi. Ya'ni dumg'azaning 3-segmentigacha, qismigacha davom etadi. Shunaqa ekan, ikkita kengaymalar. Bundan tashqari, bu anatomiya jihatdan hozir tashqi tuzilishini to'liq gaplashib chiqyapmiz. Bundan tashqari bilishimiz kerak. Xo'p, sulcus mediana posterior, fissura mediana anterior. Mana bu rasmga e'tiborimizni qaratamiz. Tayyor rasm chizilgan. Bu yerda sulcus mediana posterior. Orqa miyani gorizontal deymizmi yoki nima deydi? Yotig'i bilan kesadigan bo'lsa, ya'ni gorizontal kesmani deylik. Gorizontal kesmada ko'rishimiz mumkin sulcus mediana posterior. Ya'ni bu orqa miyaning old tomoni, orqa tomon. Orqa tomonda markaziy egat. Orqa markaziy egat bor, sulcus mediana posterior. Bundan tashqari, sulcus mediana posterior ning qarama-qarshi tomonda, xuddi shunaqa orqa miyaning old tomonida fissura bor. Fissura yoriq degani. Fissura mediana anterior. Sulcus mediana posterior, xuddi shunaqa old tomonda fissura mediana anterior bor. Bundan tashqari, radikslar kiradigan hamda chiqadigan. E'tibor qaratadigan bo'lsak, radix posterior kiruvchi hamda radix anterior chiquvchi demak ildizlar bor. Ana shu ildizlarda biz o'sha egatlar orqali kiradi, bu sulcuslar orqali kiradi. Buni nomini biz sulcus posterolaterales, orqa tomondagisi sulcus posterolaterales ikkita hamda sulcus anterolaterales orqali chiqib ketadi. Radix posterior bu sezuvchi va harakatlantiruvchi nerv deb o'rganganmiz. Ya'ni orqa tomondan sezuvchi nerv, oldingi tomondan harakatlantiruvchi nerv sifatida chiqib ketadi. Hozir buni ham gaplashamiz. Bundan tashqari boya bundan oldingi
qismda gaplashgandik, sezuvchi neyron va harakatlantiruvchi neyron. Aynan buning sezuvchi neyroni, ya'ni orqa tomondan keluvchi bu sezuvchi neyron hisoblanadi. O'sha demak pseudo unipolyar neyrondan tashkil topgan bo'ladi. Pseudo unipolyar neyron. Mana shu yerda demak pseudo unipolyar neyron kiradi. Va pseudo unipolyar neyron kirish mana bu radix posterior kirishdan oldin mana bu yerda ganglioni spinalini hosil qiladi. Ganglioni spinali. Aynan mana shu ganglioni spinali da tana qismi joylashgan pseudo unipolyar neyron. Bu taktil, ya'ni sezgi haqida axborotni olib keladi. Harakatlantirish neyronda bo'lsa, bu multipolyar neyronlardan tashkil topgan. Ya'ni ularning yadrolari markazda joylashgan. Markazdan oldinga akson bilan presinaptik uchlar hosil qilib, demak periferiyada tugaydi. Qaysi a'zo bo'lsa, qaysi a'zoga borayotgan bo'lsa, o'sha a'zoga tegishli a'zoda borib tugaydi. Mana shunday deb tasavvur qilishimiz mumkin. Hali yadrolari bor bo'ladi, yadrolarni gaplashamiz. Bu keyingi qismda ichki tuzilish, hozir tashqi tuzilishini gaplashib chiqishimiz kerak. Xo'p, bundan tashqari buni aytdik. Endi tashqi tomondan posterolaterals aytdik va sulcus intermedius posterior degan yana bitta yoriq bor. Intermedius, ya'ni ikkita demak mediadan sal lateralroq joylashgan ikkita intermedius posterior. Bu yoriqlarning ahamiyati nimada desak? Xo'p, yana bitta narsani aytib o'taylik aytgancha. Mana bu sulcus medianus posterior hamda fissura mediana anteriorni taxminiy chiziq o'tkazadigan bo'lsak, bu orqa miyani ikkita pallaga ajratib beradi. Ya'ni ikkita pallaga, o'ng va chap pallalarga. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, bu tomon o'ng, bunday turadigan bo'lsa, bu tomon o'ng, bu tomon chap. O'ng va chap pallalarga ajratib beradi. Bundan tashqari, mana bu aytib o'tdik, sulcus posterolaterales, sulcus anterolateralis-dan taxminiy chiziqlar o'tkazadigan bo'lsak, taxminan mana bunaqa bo'ladi. Mana bunaqa. Ko'radigan bo'lsak, 3 ta joy hosil bo'lyapti. Ya'ni 1, 2, 3. Mana shularni biz funiculuslar deb ataymiz. Funiculus posterior, funiculus lateralis, funiculus anterior. Mana shu funiculuslarda traktlar harakatlanadi. Trakt, ya'ni bosh va orqa miyani bog'lovchi, umuman olganda neyronlardan tashkil topgan traktlar harakatlanadi. Traktlar axborotni sezuvchi neyrondan olib keladi. Mana shu yerda tahlil qilinadigan axborot bo'lsa, shu yerda tahlil qilib o'tkazib yuboradi. Agar markaz bilan bog'liq axborot bo'lsa, to'g'ri bosh miyaga qarab chiqib ketadi. Aynan o'shalar funiculus posterior, lateralis hamda anteriorlardagi traktlar, ya'ni yo'llar orqali amalga oshadi. Shuni aytib o'tish kerak. Ya'ni demak, mana yozib qo'yibman. Funiculus posterior, lateralis, funiculus anterior mana. Bu mana shunaqa, mana sulcus intermedius, sulcus posterolaterales hamda sulcus anterolateralis-dan taxminan chiziq o'tkazadigan bo'lsak, mana shunaqa shaklda bo'ladi. Bu tushunarli. Bundan tashqari orqa miyani o'zi ikki xil qismdan tashkil topgan. Ya'ni bu tushunarli. Bundan tashqari deyapman. Bu oq modda hamda kulrang modda. Substansiya alba, substansiya grisea. Substansiya alba bu tabiiyki mana bular oq tomondagi. Substansiya grisea bu kulrang modda. Substansiya griseaning, ya'ni kulrang moddaning markazida kanal centralis joylashgan bo'ladi. Kanal centralis bu orqa miyani likvor, ya'ni orqa miya suyuqligini o'z ichida olib yuradi. Orqa miya suyuqligi bo'ladi. Ya'ni bosh va orqa miyani suyuqliklar bilan tutashgan bo'ladi. Ya'ni bu bosh va orqa miyada normal bosimni ta'minlab beradi. Bu bosim juda ham muhim. Gematoensefalik baryer deymizmi, moddalar almashinuvi deymizmi, hammasidan muhim ahamiyatga ega kanal centralis. Va kanal centralis qayerdan boshlanadi desa, bu yuqoridan 4-qorinchaning davomi o'laroq va taxminan pastda ventriculus medullaris degan joy bor orqa miyaning. Mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Taxminan mana shu joylarga to'g'ri keladi orqa miyani. Xo'p, bu tushunarli. Kanal centralis aytdik, shoxlarni aytdik. Endi yana bir muhim jihat bor. Mana bu ikkalasi radix anterior, radix posterior bular ajralib chiqadi. Mana bu ajralib chiqdi. Radix anterior ketdi. Radix posterior kelyapti va ikkalasi
qo'shiladi. Ikkalasi qo'shiladi. Taxminan ganglion spinali, spinal ganglion, ya'ni qo'shilishdan oldin hosil bo'ladi. Bu demak asosiy yadro qismi joylashgan, yadrosi bor bu yerda. Endi bu yerda hozir radix posterior yoki radix anterior bittagina pseudounipolyar neyron radix posterior bo'lmaydi. Bir nechtalab bo'ladi. Nechta joydan kelayotgan bo'lsa, xuddi shuncha pseudounipolyar neyronlar bo'ladi. Boya gaplashib o'tdik uni. Xo'p, ikkalasi qo'shiladi. Qo'shilib ya'ni ikkalasining qo'shilishi qayerda sodir bo'ladi desak, bu orqa miya umurtqasini ko'radigan bo'lsak, demak, umurtqa pog'onasini ko'radigan bo'lsak, umurtqa pog'onasini lateral tomonlarida foramina intervertebralis degan teshiklar bor. Foramina intervertebralis. Ya'ni har bitta vertebrumning orasidagi intervertebral teshik. O'sha intervertebral teshikdan chiqishidan oldin ikkalasi qo'shiladi. Ikkalasi qo'shilib trunkusni hosil qiladi, trunkus nervis spinalisni hosil qiladi. Bu yerda ikkalasi. Rasm kattarib ketib qoldi. Boshqa rasmlar ham sizish kerak bu yerga. Masalan, bu yerda ikkalasi qo'shildi. Endi tushuntirish uchun aytyapman, mana qo'shildi va trunkusni hosil qiladi. Buni nomini truncus nervus spinalis. Truncus nervis spinalis deb ataymiz. Buni nevropatologlar yoki nevrologlar funiculus deb ataydi. Ko'pincha funiculus ikkalasi qo'shilganini va buni yallig'lanishini funikulit deb ataydi. Agar mana bu yerda yallig'lanish sodir bo'ladigan bo'lsa, shamollash bo'ladigan bo'lsa, sezgi va harakatdagi kompleks buzilishni kuzatishingiz mumkin. Sezgi va harakatdagi kompleks buzilish. Bunda agar mana bu joyda buzilish yoki bu joyda buzilish bo'lsa, ya'ni radix posteriorda bo'ladigan bo'lsa, buni radikulit deb ataydi. Yallig'lanishni radikulit va oldingi yoki orqa ildizning zararlanishiga qarab sezgi yoki harakat buziladi. Masalan, orqa ildiz yallig'lanadigan bo'lsa, orqa radix posteriorning radikuliti bo'ladigan bo'lsa, bu yerda sezgida buzilishlar. Oldindagi buziladigan bo'lsa, harakatdagi buzilishlar bo'lishi mumkin ekan. Yana bir narsani aytib o'taylik. O'zi orqa miya nechta segmentdan tashkil topgan? Orqa miya 31 ta segmentdan tashkil topgan. Har bitta segment demak bir juft ildizi bor. Ya'ni bu degan 4 ta ildizi bor. Har bitta segmentda. Ya'ni bitta segment bo'lish uchun ikkita kiruvchi hamda ikkita chiquvchi ildizi bo'lishi kerak. O'sha bitta segment deb ataladi. Mana shunga ko'ra orqa miyani 30 bitta segmentga bo'lingan. Mana shu 30 bitta segment to cervicalis 1 dan lumbal 2 gacha keladi. Endi savol tug'iladi. Xo'p, bu segmentlar 30 bitta ekan. Ildizlar o'zi jami nechta? 30 bitta bo'ladigan bo'lsa, 4 ga ko'paytirsak, demak 62 ta chiquvchi, 62 ta kiruvchi, 124 ta ildizdan tashkil topgan bo'lar ekan. Jami 124 ta ildiz, 124 ta ildiz va shulardan 62 tasi chiquvchi, 62 tasi kiruvchi ildizlar bo'lar ekan. Har bitta segmentga ko'ra ifodalanyapti. Xo'p, bular tushunarli. Endi mana bu narsani bitta rasmda mustahkam ketaylik. Mana bu rasmga qaraydigan bo'lsak, bu rasmni o'chirib tashlasak ekan. Xo'p, mana shu rasmni o'chirib tashlaylik. Menimcha gaplashadigan narsa qolmadi. Anterior, posterior hammasi ko'rildi. Okay. O'chirib tashlaymiz. Xo'p, quyidagi rasmga qaraydigan bo'lsak, mana bu umurtqaning korpus qismi. Bu yerda orqa miya, sal kichikroq ko'rsatilgan, orqa miya va orqa miyadan chiqib ketuvchi nervlar. Buni gaplashdik. Orqa miya ikkita nerv chiqyapti. Demak, bu oldingi tomon radix anterior qismi, bu tomon posterior. Olaylik, mana bu anterior tomon A qilib qo'ydik. Anterior va posterior. Anterior posterior deb tushuniladi. Xo'p, bu yerda oldingi tomon ham korpus qismi, umurtqaning korpus qismi va bu yerda mana bu yerda umurtqa kanali. Umurtqa kanalida orqa miya joylashgan. Orqa miyadan radix anterior, radix posterior ketyapti. Anterior hamda posterior ketyapti. Ikkalasi trunkus nervis spinalis. Men aytib o'tdim, bular mana bu orqa miyani
orqa miya deyapman. Umurtqa pog'onasining har bitta umurtqaning deylik laminasi bo'layotgan bo'lsa, o'sha laminalar orasida foramina intervertebralilar joylashgan. Foramina intervertebral. O'shalardan chiqishdan oldin ikkalasi qo'shiladi. Qo'shilib umumiy trunks nerv spinalisini hosil qiladi. Trunks nerv spinas hosil qilgandan keyin mana shu foramin intervertebralidan chiqiboq tarmoqlanib ketadi. Oldinga, orqaga, adashib ketman, oldinga deb. Orqaga, oldinga demoqchi edim. Tomon posterior, orqa tomon. Xo'p, oldinga borib, mana bu oldinga chiqqan nervni biz ataymiz. Xullas, oq va mana bu yerda ikkita oq va kulrang ramuslarni hosil qiladi. Oq va kulrang ramus communicanis grizzea alba deyiladi va ikkalasi qo'shilib mana bu yerda simpatik tugunni hosil qiladi. Simpatik tugun. Aynan vegetativ nerv sistemasidan tomonidan boshqariladigan simpatik tugunni hosil qiladi. Simpatik tugun bu umurtqaning korpus qismiga yopishadi, korpus qismiga va u yerdan butun bir umurtqa pog'onasida, mana quyidagi rasmni ko'radigan bo'lsak, butun bir umurtqa pog'onasida yuqoridan pastga qarab simpatik tugunlar joylashgan. Mana shu simpatik tugunlar bog'lovchi truncus sympaticus deyiladi. Simpatik tugunlar bog'lovchi traktlar, truncus sympaticus. Endi bu vegetativ nerv sistemasida gaplashamiz, просто shunchaki aytib o'tyapman. Xo'p, bundan tashqari radix posterior orqa tomonga ketadi. Orqa shox sifatida hamda bu radix posterior bo'lsa, bu radix anterior bo'lib oldin tomonga ketadi. Bo'ldi, shunaqa tuzilgan ekan. Bu rasmga yana qaytamiz. Orqa miya pardalarini gaplashayotgan vaqtda bu tushunarli. Xo'p, menimcha gaplashadigan narsa qolmadi. Bitta narsani gaplashib o'tishimiz kerak. Xo'p, savol tug'iladi. Har bitta segmentdan chiqyapti ekan. Bitta segment 4 ta shoxdan tashkil topgan va har bitta segmentdan shox radix anteriorlar chiqib ketyapti yoki radix posteriorlar kirib kelyapti. Endi nima uchun 30 bitta segment bor orqa miyada, lekin ularning tugash qismi L2 da tugayapti? Nega? Deyarli soni umurtqa pog'onalari bilan soni bilan bir xil-ku. 30 bitta 32 ta umurtqa bor, soni bilan bir xil. Lekin nega ular qisqaroq, kaltaroq? Chunki embrional rivojlanish vaqtida orqa miya pardalari orqa miya orqada qoladi. Ya'ni umurtqa pog'onasi bilan boshida bir xil tekisda o'sib boraveradi. Ya'ni masalan 7-ko'krak umurtqasi 7-orqa miya segmentiga to'g'ri keladi boshida. Vaqt o'tishi bilan bu narsa qisqarib boraveradi. Ya'ni orqa miya orqada o'sishi, orqa miyaning o'sishi sekinlashib boradi. Shuning hisobiga bu yerda orqa miya orqada qolar ekan umurtqa pog'onasiga nisbatan. Mana bu rasmda ko'rib olsak, mana umurtqa pog'onasi ichida orqa miya joylashgan. Kelyapti, mana yuqoridan pastga qarab kelyapti. Mana bu yerda tugayapti, lekin film terminali bu davom etyapti. Film terminali. Film terminali film terminali bu davom etadi va uni biz boshqacha qilib ot dumiga o'xshagan uchun cauda equina deymiz. Film terminali ot dumi emas. Boya yuqorida adashibman. Cauda equina. Cauda equina. Ya'ni ot dumiga o'xshagan uchun cauda equina deb ataymiz. Mana bu. Halqa sifatida ko'rsatib qo'yibdi. O'shani cauda equina deb atar ekanmiz. Umuman pastga, lekin film terminali bo'lib davom etadi. Xo'p, endi masalan mana rasm turaversin. Toraks 4, toraks deylik. Toraks 9-segment deylik. 9-ko'krak, orqa miya ko'krak segmenti 9. Bu qayerdan chiqadi? Ularning shoxi. 9 bo'lsa, 7-orqa miya umurtqalararo teshigidan chiqadi. 7-orqa miya umurtqalararo teshigidan chiqadi. Mana bu quyidagi jadval hammasi berilgan. Konspektlarda ham berilgan. Buni yodlab olamiz. Ya'ni bir narsani tushunib olish kerak. Xo'p, bu yerda sal adashibman. Toraks 9-ko'krak, toraks 9-segment 7-ko'krak umurtqasi to'g'rayida joylashgan. Toraks 9-segment 7-ko'krak umurtqasining ro'parasida joylashgan. Taxminan shunaqa. Mana bu rasmda ham o'zi ko'radigan bo'lsak,
kaltaligi hisobiga soni, ya'ni to'g'rayma-to'g'rayligi mos kelmaydi. Va lekin shu tomoni borki, masalan 9 demaylik, masalan L1da joylashgan, L1dagi segment, orqa meni L1 segmentidan chiqadigan nerv xuddi shuning ro'parasi, xuddi shunga mos keladigan L1 hamda L2 ko'krak umurtqalari, bel umurtqalarining teshigining orasidan chiqadi. Ya'ni farqi yo'q. L1 bo'lsa, o'zi yuqorida bo'lsa ham, lekin buning mos keladigan umurtqalar teshigidan chiqishi. Bu mana bu rasmda nima uchun shoxlar kelyaptidan pastga qarab ketyapti? Chunki aynan o'sha shoxga mos orqa miya segmentidan chiqyapti. Masalan, toraks 4 bo'ladigan bo'lsa, toraks 4 segmenti toraks 4 5-chi ko'krak umurtqalarining to'g'ragidan chiqadi. Shunaqa. Xo'p, shuni aytib o'tmoqchi edik. Orqa miyaning tashqi tuzilishi shu. Bularni gaplashdik. Menimcha qolgan narsalar qolmadi bu yerda. Bu rasmda ko'rib olishingiz mumkin. Konspektda ham beriladi. Endi orqa miya pardalari haqida gaplashsak. Orqa miya pardalari. Orqa miyalar qanday? Qanaqa pardalardan tashkil topgan va qanaqa bo'shliqlari bor? Xo'p. Orqa miya pardalari hamda bo'shliqlar deb yozaylik. Bo'shliqlar. Ya'ni pardalar aro bo'shliq. Pardalar aro bo'shliq. Bular spatiumlar. Spatium. Inglizchasiga space deyiladi. Spatium epidurali. Hozir gaplashamiz bular hammasini. Epidurali. Spatium subdurali. Bunda spatium subarachnoidali. Spatium epidurali, subdurali, spatium arachnoidali. O'zi orqa miyada orqa miyani 3 ta parda o'rab turadi. Bu dura mater, arachnoidea mater hamda pia mater. Dura mater orqa bosh miyaning to'g'ridan-to'g'ri qattiq pardasining, o'zi ma'nosi qattiq parda degani, qattiq pardasining davomi hisoblanib, orqa miyaga ham o'tib ketadi. Arachnoidea mater, arachnoid degani bu tur degani, ya'ni o'rgimchak turiga o'xshab joylashganligi uchun shunaqa nom berilgan arachnoidea mater. Pia mater orqa miyani to'g'ridan-to'g'ri o'raydigan parda hisoblanadi. Bu pia mater hisoblanadi. Va mana shu pardalarning orasida tegishli bo'shliqlar bor. Bular spatium epidurali. Epidurali degani dura materning ustidagi bo'shliq. Spatium epidurali. Spatium subdurali dura materining ostidagi bo'shliq. Spatium subarachnoidali bo'lsa pia mater hamda arachnoidea materning oralarida joylashgan bo'shliqlar hisoblanadi. Buni ham gaplashib o'tamiz hozir. Xo'p do'stlar, demak dura materdan boshlasak. Dura mater aytib o'tdim, bosh miyadan orqa miya to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketadi. Biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan qattiq parda, o'zi nomiga mos ravishda. Quyidagi rasmda ko'radigan bo'lsak, mana bu. Bo'ylanmasiga ko'rsatilgan orqa miya. Mana bu qattiq pardani ko'rishingiz mumkin. Oppoq, nima deydi? Yavni ko'rinib turibdi. Bu dura mater. Uning ostida turga o'xshab arachnoidea materning joylashganligini ko'rishingiz mumkin. Va uning tagida esa orqa miyaga yopishib turibdi, bu pia mater. Mana shunaqa ekan. Endi bular o'ziga xos tuzilishi ekan. Rasmda ham ko'ra olishimiz mumkin. Endi mana bu spacelarning ahamiyati nimada? Spacelarning, yana bir narsani aytib o'tay. Dura mater uzunman qattiq parda qayergacha davom etadi? Qattiq parda sakrum 2 gacha davom etadi. Sakrum 2 gacha davom etib, o'sha joyda konussimon shaklda tugaydi. Sakrum 2 dan pastga uchala parda birgalikda qo'shilib, ko'ksiga 2 gacha boradi. Uchala parda birga qo'shilib, sakrum 2 gacha, lekin alohidalashgan bo'ladi. Endi uni ham aytib o'tamiz. Xo'p. Arachnoidea mater o'rgimchaksimon parda dedik, pia mater bu yumshoq parda. Pardalar bo'shliq. Spatium epidurali. Spatium epidurali bu periost va dura mater orasida joylashgan bo'shliq hisoblanar ekan. Qon tomirlariga o'ta ham boy,
Spatium subdurali, ya'ni birinchi kirib borishda biz spatium epiduraliga duch kelamiz. Spatium subdurali. Mana bu rasmda xo'p. Mana bu rasmda kattalashtirib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana yuqori tomonda venos chegaralari bilan bog'liq u epidural bo'shliq. Subdural bo'shliq o'ta ham kichkina ko'rsatilgan ikkalasining orasida. Qaysi ikkalasining orasida? Ya'ni arachnoidea mater bilan dura materning ikkalasining orasida subdural bo'shliq joylashgan. Subdural bo'shliq. O'sha joyda qisman likvor suyuqligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari spatium subarachnoidali. Mana katta space, katta bo'shliq bo'lib turibdi. Spatium subarachnoidali. Aynan o'sha joyda likvor orqa miya suyuqligini funksiya sifatida oladi. Funksiya qayerdan qilinadi? Funksiya L3 va L4 bel umurtqalarining orasidan qilinadi. Nega? Chunki aynan o'sha joyda orqa miya yo'q. Film terminali bo'lib davom etgan. Orqa miya mana bu yerda tugardi, konusman shakli L2 da. Va bu yerga film terminali davom etgan va o'sha film terminalida ham lekin spatium subarachnoidali sifatida o'sha joydan olinadi. Spatium subarachnoidaligacha kirib boriladigina. Mana bu rasmda ham ko'ra olishimiz mumkin. Ularning kirib borishini. Ya'ni aynan o'sha joyda orqa miyaning suyuqligini olishimiz mumkin. Likvor. Bu shunaqa ekan do'stlar. Menimcha hammasi tushunarli. Keyingi darsda xudo xohlasa ichki tuzilish haqida gaplashamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda qo'llab-quvvatlang. Medavra Team siz bilan yangi paralarni zabt etishda davom etadi.